birden mundaq filmni men tatib qolaman deb o'ylab baxmabdi ekanman. Qanday desanglar, to'rdagi vanxolar bag'u. Sizlar 4 ko'zinglar bilan kutgan mening palon maslahatim oxiri chiqdi deydigan. Shundan bu bir kishi palon maslahati qachon chiqadi deb bir 4 ko'z bilan kutib ketadiganlar bo'lsa pek ozmiki deyman, shunammi ya. Hamda ko'p turib ashunday gaplarni qildi-ku. Bugun bizning darsxonamizda rasmishda ish yuz berdi do'stlar. Men ko'p turib sizlar 4 ko'zinglar bilan kutgan gapda men ko'p turib davom etmayman. Bu yerda haqiqatan bizning o'rganuvchilarimiz 4 ko'z bilan kutayotgan. Bizning darslarimiz sistemaga yo'tkilyapti do'stlar. Bir qism darslarimiz yo'tkilib bo'ldi. Ya'ni nima uchun o'rganuvchilar 4 ko'z bilan kutadi deganda, ilgari bizning yetaklash shaklimiz shu bir darsni tugatib bo'lgan keyin, shuning yeziqcha, eg'izcha topshiriqlarini o'rindagandan keyin, anandan keyin keyingi dars beriladi. Hozirgi ahvolda bo'lsa, undaq emas, ya'ni shu bir oylik darsni to'liq holatda anglab o'rganalaydi. Ankin yana topshiriq bajimi men yana kunda so'ylayman. Biroq burunqidek menda bek ching tutolmayman. Chunki bizning davlat tili o'rganayotgan o'rganuvchilarimiz hammaylar bir o'yin beshiq kaygan, xizmat qilayotgan, tijorat qilayotgan, ochashlar, balin xo'la, chilin xo'la chiqib bo'lgandan keyin sizlarga menda bek qattiq talab qo'yib olsak, besim bo'lib sizlarga bek charchab ketgansizlar. Shuning uchun ozroq o'rganuvchilarga bir ozodlik beraylik. Sizlar bir kichik balon bo'lgandan keyin voy topshiriq topshirmasang avuldu mavuldu demisam-mu, o'zlaringlarni bilib turib, men o'rganaya deb o'rganish qilaydigan bo'lgan deb biz shularni ko'zda tutib, andan mushni qilib boshlagan hozir 4-oyda boshlagan do'stlar, vaqt soati tunga mening tug'ilgan kunim denglar, shuning bilan ulgurib qopdi. Vaqt soati kelsa hamish bo'ldi. Shundan işte e'lon qilishim, men chamrak chiqarishim, men necha kundan o'zining vaqtida topshiriq topshiramay qilishdan ansirab tug'an yoki ilgari bir qatnashchi vaqtida topshiriq topshiramagan o'rganuvchilarimiz hammasi besda uchirqib bek yaxshi qilibsiz, hozir texim qolaylik bo'pti, bek bilan bo'pti deb yo'tkilib sistemamizga qilib olgan bo'ldi. Do'stlar, biz davomli yana shu xizmat bo'lyapmiz. Shuning uchun men shu o'rganish qilatdim, ham yetaklashga qatnashatdim deydigan o'rganuvchilarimiz endi qo'rqmay turib qatnashasanglar bo'ladi. Lekin yana men topshiriq o'ynashadigan ish emas shu. Men yana davomli shu qo'l-qo'llarni suzib anandan haydakchilik qilib, nazoratchilik qilib qildigan ish yana bor. Undaq sistem aykirib qo'yaplamkin o'rgansan shu o'rganmasam deb 6 oylik bir ajliq darsni ichib berib ishimiz qilqish yo'q. Bizning darsimiz faqat 1 oylam ichiladi. Faqat 1 oylam. Shuningdek keyin bir oyning ichida kunda xudon qilgan holatda bo'lamiz. Uningdan sir 1 oydan keyin ahvolingiz qarta, yana o'ylashimizda keyingi dars o'rganalamsiz, o'rganamamsiz deganni. Undan sonra do'stlar, bugun bu kan degan ma'no so'zni o'rganalaylik. Ya'ni bir akamiz shu do'yinda ma'no so'z qoldirib, unamay ko'may, oxir qachilab meni ayrimga qilib so'rabdi. Shuni shuni tushuntirib qo'ymazdan bek sat to'g'dak. Do'stlar, shu do'yinda gaplayotganlar menga men sizlarga javob qaytara olmayman. Shu bosh betchi mening nomerim bor. Shuni qachilab menda menga gapqilsanglar bo'ldi-jumi. Bu kan degan bu so'zning ishlatilishi haqiqatan tez do'stlar. Uning ustiga ingliz tilida michiq deydi-chu buni. Ya'ni bu kan degan so'zning kayniga ikki xil ahvolda so'zlar qo'shilib keladi. Ya'ni birinchisi fe'l qo'shilib keladi, ikkinchisi bo'lsa sifat qo'shilib keladi. Fe'l qo'shilib kelganda bo'lsa, shu ish harakatning haliqi o'dusdan chiqamayotgan yoki shuni ko'tarolmaydiganligini bildirib beradi. Masalan, 这个球队训练不足的这个球队训练不足，球队degan nima degan? Futbol komandasi. Shunaqa, 这个球队训练不足. Bu futbol komandasining mashqi qanaq buzu, yetarlik bo'lmay, shu qanaq bo'ldi? 在赛场上，在赛场上, shu musobaqa maydonida 不堪一击，不堪一击. Merga ji degan zarba degan gap qaranglar. Bu kan yici bo'lsa, bir zarbigimi bardoshlik beramidi degan gap bo'ldi. Bu kan yici bir zarbigimi bardoshlik beramidi. Endi bu kan yici degan bu so'z bek ko'p ishlatamiz do'stlar. Bu faqat shu musobaqadagi zarba va yoki chelishdagi zarbadan ko'rsatmasdan. Masalan, turmushda sen po'atqininglarchu hech nimaga yaramaysa deymiz-ku. Ashta chaqladim, masalan, 你每天说大话吹牛，其实你不堪一击 desak, po'atqininglar sen amaliyotda hech nimaga yaramaysa deb mushta chaqladimu, mayli kichik ish bo'lsa, mayli cho'ng ish bo'lsa, işte yaramaysa demoqchi bo'lsak, bu kan yici desak bo'ldi, ha? Mana birinchi o'rganib olinglar. Andan keyin yana masalan deymiz, bu kan huy shou degan maytbadlashni bek ko'p uchraydi qaranglar. Ya'ni bu kan huy shou degan aslashga bardoshlik bermaydi, shu ishni esiga elishga jur'at qilolmaydi yoki ko'tarolmaydi deganni bildirdi. Masalan, 过往的这个往事儿，过往的往事儿 o'tib ketgan shu ishlarni
ta bu kan huysho u əslashga bardashlik berəməydi. Demək, o iş intayin azablıq, həsrətlik yoki bir vicdan azabı tatib qaldığan bunda işlər bulab qalsa, dəl bu kan huysho degan ifodalashni qilsaq bo'ldi. Ya'ni əslashga bardashlik berəməydi. Əmdə ikinci xil ahval, yəni bu kan degan so'zning kaniga sifat qo'shilib kelgan ahval bo'lsa, bu chaqda bu kan nachar deganni bildirdi. Masalan, 他的风凉话不堪入耳 deymiz. 他的风凉话 miyada 风凉话 degan ugnilanglar ne tani gap deganni bildirdi. 他的风凉话不堪入耳. Uning tani gapi qanaq odamning alqi anglığısız degan gap, nacharligidan anglığısız, anglığılı bo'lmaydi degan gap. 他的风凉话让人不堪入耳. Uning tani gapini odamning anlıqsı mı gelmeydi, anlıqlım olmaydı degan gap. Yeni məsələn, 这个房间太乱了，不堪入目 dedik. 这个房间太乱了, bu uy bek qalaymaqan gap, 不堪入目, ko'nglim bo'lmaydi, qarag'usiz degan gap. Qarag'usiz, 不堪入目. Bugün aldığınamı, ondan sonra mən üstüdə tözbəgən, töt cümül misal gətir tözbədim. Muşni pinönçüdə yazıb, evet baxsanlar buldu, dostlarmış təkrar qılıb ağaç üçün. Qaysı günü bırakımız gəqibdi. Mən bütün zopiyonlarınızda bir jiliniz görüş jarayanda bir işini his qıldım. Çoxum sözlüklər cümül düzəb meniş kerekən dəb. Andama öyrənmişlərimiz mi? Qanda qısam sözlükni unutub qalmayım dəbdi. Sözlüklər cümül düzəb menin. Bu bizdən tapşırıq emas. Məsələn bir dərsiz 20-30 sözlük var. Bunu cümül düzəndə sizə ağırqa qaldı. Bu dəstək səviyyədikilənçü. Lakin mən yaxşı gün edəsiz müştaq qılayım, mən körəb bəsən buldu cümləni desəm, ədəb qılıb, o həqiqətdən başqıç buldu ki, malum deyib şuna deydi. Məyli, siz bizdən dərsxan öyrəniş qılın dostlar və ya ki, müşu münasib ihadiki məzmunlarını görün və ya ki, başqa üslub öyrəniş qatqan bulun. Çoxum sözlükə cümlə düzəb öyrəniş qılsanız, bolsa şu cümlənizin toğru xatasını tüzüb bir adamda birisi bolsa, məsələn, məndək deyibdir olay. Bulmuş şu uçurğa adam tüzbəməydi o, hə? Aşda adamda birisi bolsa, anda siz sözlükni toğru şətələydiğən, həm də sözlükü boğan mavu təsiratınız, düşünciniz təxim çonqurlap manqalıq üçün unutqanmaysınız. Məsələn, yupurmaq degan bir gapni, yupurmaq desək, iştik önemliq yoki qo'limiz qilib turib, "Ma yupurmaq ekan" deb, şunun bo'lgan tushunchimiz aşqancha, "Ma u daraxtda o'sdi ekan" deb, mana tushunchimiz aşqancha, taxim esimizda qolamdi. Albatta ikkinchi xil. Shuning o'xshashlam ish bu. Shunda yaxshi his qilibsizlar bo'lmasa, shunda xo'sh oldim. Ashla demoqchiman. Undaqsa, ma o grammatik darsimiz bilan ig'iz til kuchaytirish darsimiz ertadagi kunda salomatlam qopsam, boshlanib ketadi. Endi shu necha kunizga gap qilsam anglamadinglar, o'zinglar qarab, mush boshbat unlarni murba kechib qolmay desanlar.